Qeni bana Necme. Adanga qarab uni doğra. Ha, mana bu şundaq. Nayt yaxshi bo'ldi. Necme, xabar. Vay eşigim, has. Shahtut, nima bo'ldi sana? Eşigim yo'qolib ketdi. Nega ketgansan? Voy bechara eshigim, has. Balkim u yer bu yerlarda qo'rsoq to'xlab yurgandu. Men uni hamma joydan izlabmi topolmadim. Qaraganda boshqalar mendan pul o'ndirish uchun uni o'g'irlab olgan o'xshaydi. Voy eshigim. Bu ajab qiziq gap bo'ldi-ku. Qiziq gap bo'ldi-ku. Eshak. Has. Ay, zıvan ışık, ölümtük. Voy, eshak. Has. Shahtutni nimaga buncha tillaysan? Sen aşkınla, eşkimden ayrılıp kalganımga qanchalik azaplanayotganligimni bilmaysizlar. Men eng suyimlik narsamdan ayrılıp kaldım emasmi? Eşigim. Suyimligi. Eshak. O'zingni besib ol, Shahtut. Men eshigingni cho'qim izlashib beraman. Navada topamsaqchi? Undaqla umid uzma. Maşındaqmı avara bo'lib ketgan bormi? Men Pashshabegi bo'lgandan yutgan eshakni tepib beraman. Voy, rahmat sizlarga Pashshabegi. Shundaqdimi eshakning boshqalarning qo'lida azoblanishiga qarab tursak bo'lmas? Pashshabegi, men sizlarning aldirash ekanliklarini obdan bilaman. Tağamning o'g'li u eshigiga bakla amroq edi. Menga bir rahim qilib eshigimni tepmagan bo'lsalar, men uningsiz yashamayman. Undaq bo'lsa, eshak bozoriga borayli. O'g'ri balki eshakni shu yerda sotmoqchi bo'lgandi. Selma, Shahtut ishkanlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Eshakning yutganligini xabar qilishga kelgan edi. Qiziq ish. Bugun mushuna ular 7 qatim eshak yutib ketganlik shikoyati topshirib oldim. Bu rostli qiziq ish bo'pti. Sizlar cho'qim bu o'g'irlik voqeasini tekshirib bir taraf qilsalar. Meningcha, tunji qadamni eshak bozorini tekshirishdan boshlayli. Sizlar menga yordam qilgan bo'lsalar bo'pti-kan, hazirda. Adolatni yoqlaydigan ish bo'lsa, men albatta shunday qilaman. Undaq bo'lsa, men so'rgan ishni qilibsizlar. Bu kiyimlar bilan erkin azodi menga tekkanmiz, uning ustiga boshqalar salohiyatimizni bilanmagudak. Shundaq. Qani tekshirishni boshlaylik. Puli arzonroq eshak bormi? Arzon eshaklarning odatda oyig'i itti chiqmaydi. To'ymas keladi. Ondaqda qo'llardagi eshaklar qimmatkanda. Shundaq. Eshaklarning yeshi, kuchi, sog'ligiga qarab, 20 tangadan boshlab 40 tangagacha bo'ladi. Qaranglar. Ana mening eshigimga. Sening eshigingning rangi oq edi. U eshak kul rangga. Men eshigimni bilamasmanmi? Bira ish bo'lmag'andi, ha? Biz bu eshakni olaylik. Bu qimmat. Puli 50 tanga. Salabaya eng qimmat eshak 40 tanga degan edilar-ku. Shu, lekin bu nasli yaxshi eshak. O rostaydi, mening eshigimning bu nasli esilidi. Bir chelak suv bersizlar. Eshak ishkizib, uning sog'ya kasalligini ko'rib boqaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Unda qilsak uning tuki tushib ketdi emasmi? Qaraganda o kasal eshakanda, u hargizmi 50 tangaga yaramag'idak. Bo'pti, sizlarning yuzinglarni qilib 40 tangaga beray. Bir chelak suv bersizlar bo'pti-kan. Bu bechora hayvonga uvan qilmayli. Bo'pti, uni sizlarga 20 tangaga beray. Unda qilmasizlar. Yiroq tur, men qozi qalan. Buni qarab tur, ha? Voy, bechora eshigim, men seni bir qarabla to'dib olgan edim. Bu odamni tutib aytmangsizlar, u eshak o'g'risi ekan. Darhol aytmangsizlar.
Şahtot hazır nerede? O ishigidan ansirab, qo'tanda ishkining endi qoldi. Bu hammamizga yaxshi bo'pti. Shundaqmi, ata? Qandaqsiga? Ayyub payg'ambarning ayolining qissasini o'zim yolg'iz erkin azoda anglaydigan edim. Ata, bo'ptimi? Yomonlig'ingizni qaramamdigan. Sizlar menga bu payg'ambarning bola chaqa va mol dunyosidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, yana qazo musibatga sabr qilib kelganligini aytib bergan edilar, ata. Shundoq. Ayyub payg'ambar va ayoli qazo va qadarga sabr toqat qilishdiki katta ulgu edi. Ularning beshiga keyin nima ishlar keldi? Hozir aytib beray qizim. Allohning payg'ambari Ayyub balo qazoga sabr qilish bilan birga namoz o'qib, Rabbidan qalbining soplig'ini tilagan edi. Orada shayton onunga qarshi turishda yangi bir usulni tepib chiqdi. Hammaylan bilib berib, Ayyub alayhissalomni yo'qlab, onunga tasalli berib kelmamdiq, ha? Qandoq dedi? Onunğa nem bo'pti? Sizlar bilmaydigan o'xshaylar. Uning mollari ko'yib, uzun o'tmay ballarimi olamdan o'tibdi. Onun teni saq bo'lsa, bala chaqa, pul malga yana erishalaydi. Bu gap to'g'ri bo'ldi. Sog'lomlik mol dunyodami muhim? O baladanmı muhimda? Ayyub teni saq hem qavul u 70 yoshga kirgandakmi ko'rinmaydi-ki. O rasla 70 yoshga kirganmidi, ha? Meningcha o tehi 70 yoshga kirmadi. Qalbning soplig'i kishining chiroyida aks etadi. Ayyubning ahvoli sendan yaxshi tursa, uningga ishga oxirtyotamsan. Uning sog'lig'i va kuchining yermi senda bo'lsa, kashki. Rahima, Ayyubning og'rib qolgani rostmi? Shundaq. Uning bosh og'rig'i eg'irlab ketdi. Sababini hech bilmadik. Havo sovuq kunlardami, tun kechalardami turib namoz o'qiydi ekan. Balkim sovuq tegib qolgandi yoki charchab qolgandi. Bu sovuq tegib qolganlikdan emas. U qayg'u alamga petib, doim Rabbini tilidan faqat tushirmaydi. Xotirjam bo'lsizlar Rahima, har qanday bir kasalning shifasi bor. Meni andishaga solg'ini, uning badani eqib ketyotdi. Uning kasali shunchalik ig'irmi? Bu to'limi ig'ir kasalkanda. Bu yuqumli kasalmikan? Buni bilmadim. Buning qarchaqliq men o'zimni uningga ataganman. Sizga nasihatim bo'lib qolsin, diqqat qiling. Uning yana bormasam bo'lmaydi. Bir hojat bo'lib qolishi mumkin. Menga uning xizmatida bo'lmoqchimisiz? Bu mening majburiyatim, albatta shunday qilishim kerak. Hozir uning yana boray. O'tinib qolay. Allohning payg'ambarini yurtdan chiqarib etmanglar. O degan kasal tursa, Onun kesili xatarlikkan tehi. Onda qilmasak, kasal butun mahallaga taraydi. Havran o'zir bir og'iz bo'lsa-mu, gap qilmamdilar. ularning gapi to'g'rida qiladi qizim. Ular bola chaqalarga zarar yetib qilishdan andish qilishyapti. Allohning payg'ambari Ayyub nazarlaringizga nisbatan zarar bo'lib qopti-da. Alloh xolisa, o shifo tepib qaytib kelsa, hammaylar uni kutib olsak bo'ladi emasmi qizim? Bu sizlarning oxir qaroringlarmi? Shunda qilsak, vabaning tarqalib ketishining oldini olib, boshqalarni ziyon zahmatdan saqlab qolgan bo'lamiz. Bizni nega sundaysizlar? Va ko'ringan egiz tag'ning orqa tarafiga ketinglar. U insijin yo'q yer. Yirtqichlarning uvusi tursa. Erlari Rasululloh payg'ambar bo'lsa, Rabbi uni saqlaydi. Bu joydami odam barkanda? Salam qizim. Men jahil kasallarni davolashga usta amchi. Men bu yerga doğruluq o'simliklarni yig'ish uchun kelgan edim. O'zlariga malollik yetkazib qo'ymagandim. Birdan tahrir qilib tursizlar. Erim egri kasal edi. Uning barcha amallarni qilib boqqan bo'lsam-mu, foydasi bo'lmadi. U qandoq kasal? Badani eqib usxinda faqat so'ngak va paydan boshqa narsa qolmadi.
Bu kam uchraydigan kasalkan. Buni mendan boshqa odam davolayolmaydi. O'tinib qalay uni davolab qo'ygan bo'lsa, yenindek pul pichaklarning hammasini sizlarga beray. Mening pulga hojitim yo'q. Og'riqlarning dardiga darmon bo'lib, ajr savobga erishsamla bo'ldi. Alloh o'zlariga rahmat qilsin. Uning davosi shuki, chivindan birini o'ldirib, uni yuziga surkab, birdan but oldida yukinib o'ltirish kerak. Mening erim Allohning payg'ambari. U Allohdan o'zgaga egilmaydi. U kasaldan saqiyay desa, cho'qim shunda qilish kerak. Uning sen deganda qilgandan ko'ra o'lib ketgani yaxshi. Yo'qol, sen qo'g'lan shayton ekansan. Allohning payg'ambari uzun yil kasal bilan yetib qopti. Uning badallari eqib, imonga to'lgan qalbi zikr bilan mashg'ul tilidan boshqa sog' a'zosi qolmabdi. Qadrli erim sizlar degan duo qilsa ijobat qilinadigan payg'ambar. Nemish Allohga duo qilib shifo tilamaydilar. Ayyub payg'ambar Allohning hukmiga norozi bo'lganlik bo'lib qolmasin deb kesliga shifolik tilamaganligini, payg'ambarlar beshiga kelgan turli sinoq balolarga sabr qilishi, har qachon Rabbiga hamd aytish kerakligini aytibdi. Buni bilaman. Biroq uzun yillardan beri sizlar kasal azobida ko'p qiynaldilar. Menmi ko'p charchadim. Ayyub payg'ambar Allohning o'zini 70 yil sog' salomat qilganligi, hech bo'lmaganda buning qarta 70 yil sabr toqat qilishning zo'rligini aytibdi. Sizlar to'p-to'g'ri 70 yil sabr toqat bilan yashaydandilar. Men sizlar qanday aytishimni bilmay kelgan edim. Yenimizlik pul pichaklarning hammasi tugadi. Ati nima qilishni men bilmadim. Do'stimiz Rahima qaytib keldi-ku. U ko'ni kiyimlarni kiyib olgan tursa uni qandoq to'nib oldilar sahba? Chechiga qarab tunudim. Ha, deganlari to'g'ri. Uning chechi uzun, ham farqiroq edi. Uning sochlari xuddi quyosh nuridek julaliq. Assalomu alaykum. Yenimda bir narsa olg'idek pul yo'q Rahima. Bu yerga bir narsa sotay deb emas, balki ishlay deb keldim. Ish, nima ish qilay deysiz? Siylash, kiyim tikish, tamoq etish degandek ishlar bo's bo'ladi. Dedikim bu ishlarni menga aqlmay qilib berdigan tursa, Do'stimiz Rahimaga bundoq gap qilsaq bo'lmaydi, Asila. Ha, undoq bo'lsa uning bilan o'zlari gaplashib olsalar. Kechiring Rahima. Men sizga munosib kelgidek ish tepib berolmagidekman. Men pulga bek ehtiyojli bo'lib qoldim men. Bu ishki o'rimi oltin rang chechingizni setib bersangiz qanday? Ayyub, hozirmi? Shu kesili bilanmidi, ha? Albatta shunda. U hozir ayoli bo'lmasa, hojatga borolmag'idek bo'lib qoptidek. Haqiqatan tez kunga qopdi. Menimcha uning budoq kasal azobi tatqinidan o'lib ketgani yaxshi. Rabbi uni kesiliga nimish shifolik bermaydigandir. Qarg'anda u kechirgusiz ig'ir gunoh o'tkazgan bo'lib, Rabbi uni umr bo'yi kasal bilan jazolagan bo'ls kerak. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Undaq bo'lsa u nima gunoh o'tkazgandi, ha? Ayyub, to'limi yaxshi kishi edi. U ko'rinishda yaxshidek qilgani bilan qilgan gunohini bizdan yo'shirdi. To'g'ri, kishilarning tashni bilgan bilan ishini bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Biz yaxshi deb bilgan bilan Ayyub ig'ir gunoh o'tkazibdi emasmi? Bugun ko'nglimni to'lim yerim qilgan bir gapni angladim. Kishilar sizning Allohga bo'lgan ixloslaridan shaklanib o'tibdi. Ayyub payg'ambar ayoliga Allohni norozi qiladigan ish qilmaganlar bo'lsa, kishilarning gap so'zlariga parvo qilmaydiganligini aytibdi. Kishilar Alloh Ayyubni jazoladi. Shunlashqa uning shifolik bermaydi deb qaraydi ekan. Sizlar Allohdan shifolik tilab ularning xatolashganligini isbotlagan bo'lsizlar. Ayyub payg'ambar ayolining o'z fikrida ching turib olib, o'zining sabr toqat qilishiga aralashib olganligidan g'azablangan bo'lsa-mu, biroq sukut qilib turdi. Nimishqa gap qilmaydilar. Gapimni anglamagan o'xshamamdilar. Ayyub payg'ambar ayolining chekdan eshib ketganligini his qilib, uningga adab berishning zo'rligini bilib ketgan bo'lsa-mu, biroq uning hozircha madori yetmagan bo'g'ashqa Alloh shifolik berib, saqaysam seni adablab 100 darra uraman debdi. Yaxshilik yomonlik degandek ish bo'ldi Ayyub.
Men seni iş patapsın deb şuna qilsam, menga değer bermoqchi, bu xatolik o'tkazgan bo'lsam, meni afv qilg'aysan ey Rabbim. Rahima xonimga bakli ichim og'riyotdi. U butun vujudi bilan o'zini Ayyub payg'ambarning xizmatiga atagan tursa, u nima uchun ayolini adablashga qasam berdi? Hergiz oldirab hukm chiqaman qizim. Birdan ta'xir qilib, qissaning davomini anglang. Bo'ladi. Uningdan keyin nima ish bo'ldi? Hech kimning xiyoliga kelib boqmagan ko'p ishlar bo'ldi qizim. Biroq bu ishlarni so'zlab berishga ko'p vaqt ketadi. Bilaman ata. Vaqt bir yerga berib qoldi. Shundaqmi? Chichalligingizdan hayron qolyapman qizim. Allah xolisa qissaning davomini at so'zlab beray inshaalloh. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى ومريم العذراء تفر في الصحراء ومريم العذراء تفر في الصحراء المرأة